investorlar san'at darajasida chiqarganlari o'sha dunyoda mировой bilamiz, Warren Buffett, demak, investitsiya sohasini mana shu pulni ishlab topish, saqlash va uni ko'paytirishga bo'lgan nimasi, ilmi, demak, yuqori san'at darajasida chiqadi. Xo'p, undan tashqari doimiy ravishda investitsiya qilishda pulni ishlamay yotishiga yo'l qo'ymaydi ular. Asosan ular aksiyalarga, ko'chmas mulklarga yoki endi rivojlanib kelayotgan kompaniyalarga pul tikishadi va o'sha pulni, demak, sarmoya sifatida shakllantirishadi. Keyingisi xarajatlarni doimo kuzatib borish. Demak, ular doimiy ravishda xarajatlarni nazorat qilishadi va doimiy ravishda xarajatlarni kuzatib borishadi. Xarajatlarni kuzatmaslik va xarajatlarni ro'yxatga olmaslik yoki ularni tartiblarini, xarajatlar ro'yxatini optimallashtirishga harakat qilmaslik, demak,